Mana buni bor. Mana buni kim esladi? Mana buni. Bucha hidi rosa yaxshi. Bitta uzatga orqasi shirin narsasi bor buni. Mana bor-ku. Mana aniq bir 90% dan oshiq odamlar yegan buni. Kanalchi SSR tug'ilgan bolalar biladi buni. Buni hidi ham dahshat. Bitta orqasini ochib bertiring. Ha mana. Shirin narsasi bor. Qilib ko'ringlar. Javob shunaqa narsa. Ya qilishgan, buni ko'rib keldik. Mana bu yerda mana ro'mol yapaloq nimalar bo'lardi. Yopgan non derdik. Hali chiqmabdi, chiqmabdi hali. Chiqqandan keyin kelib ko'ringlar. Sizlar shunaqa qilganmisizlar? Yozib qoldiringlar. Yoshlik dahshat bo'lgan. Boshqa hozirgi yoshlar unaqa emas. Hozirgi yoshlarga telefon, internet bo'lsa bo'ldi. Qo'ysa qo'liga bo'ldi. Ertasi kechgacha bukilib qolguncha o'ynaydi. Bolalik zo'r bo'lardi, sovuq suv ichsam onam urardi, dod yig'lab qochardim, jahl qilsam hamma kulardi.